Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. 2023 yillik Aviasiya olam va texnika yarmarkasi Teknofest ziyoratimizning ikkinchi qismini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bugun sizlarga sun'iy hamroh, raketa, har xil mashinalarni tanishtiramiz. Qani unda bo'lsa, diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Bu aqim turgan sun'iy hamroh bo'lsa, TürkSat 4B bo'lib, 2015-yili uzay bo'shligiga avatilibgan. Mashina tanishtirgan qarindoshlarimiz menga biroz tushuntirgan bo'ldi. Men turayotgan past turgan ma'nosi bo'lsa, yer sharidan kelgan televizor o'chir yozgan hamma narsani mashina ilib, miya yetkazib beradigan. Bu orqali hatta oldigan narsa miyadan bakan, aydan bakan. Bu orqali yana bizga qaytarib kelgan. Tez suratda qaytarib keladigan bo'lib, buningki cho'ngligi hozir bu faqat model ekan. Buningki asli holati, ya'ni osmondagi holati bo'lsa, bundan 3 qat daha cho'nki. Asli eg'irligi bo'lsa 4950 kilogram bo'lib, 36000 kilometr egizgan va xizmat qilish tarixi 20 yil vaqti ekan. Ammo 20 yil xizmat qilgandan keyin yana bundan keyin axlatlangan, ashada axlatlanib qoldi ekan. Bu qishim ko'yin bo'lsa, quyosh energiya taqsis bo'lib 8636 watt to'yini qabul qildi ekan va bana ichiga akirib berdi ekan. Shuna bu ishlaydi ekan. Buni 2015-yili nima chiqqan vaqtida shu qishim tug'ar raketalar chiqargan, Rossiyaningki raketasi ekan. Buni yasagan va sinab qilgan shirkat bo'lsa, Yaponiya Mitsubishi Tokyo shirkati ekan. Turkiyaning 5-sun'iy hamrohi TürkSat 4A Qozog'istonning Baykonur olam kemasidan muvaffaqiyatli qo'yib berilgan bo'lib, dunyodagi 15 dan ortiq aktiv olam bazasining eng cho'ngi deb qaralgan Baykonur olam uchquchilari olam bo'shlig'iga eng ko'p avatilgan joy. Hozirga qadar Baykonur 1200 dan ortiq to'shig'uvchi raketa va 1300 dan ortiq mashina olam bo'shlig'iga avatilgan. Sun'iy hamroh yer shari yoki boshqa sayyoralarning orbitasiga o'rlashtirilgan va odatda kompyuter orqali kontrol qilinadigan yer mustaqil sistema. Bu sistemalar energiyasini ko'pincha quyoshdan oladi. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan quyosh energiyalik batareya taxtasi sun'iy hamrohni energiya bilan ta'minlaydigan bo'lib, yer sharining soyasiga o'tganda bo'lsa, sun'iy hamrohni harakatlantiradigan batareyalar bor. 1957-yili Sovet ittifoqi tunji bo'lib qo'yib bergan Sputnik 1 sun'iy hamrohdan buyon minglagan sun'iy hamroh olam bo'shlig'iga qo'yib berildi. Yer shari orbitasida taxminan 2670 sun'iy hamroh mashg'ulot qiladi. Ularning mutlaq ko'p qismi Amerika, Xitoy va Rossiyaga tava. Sun'iy hamrohlarning ko'pinchisi tuvan orbitida bo'lib, zishqiga asosan tartibli joylashgan. Turkiya bo'lsa 1994-yili TürkSat 1A sun'iy hamroh bilan olam bo'shlig'iga qadam bosgan. Turkiyaning hozir olam bo'shlig'ida aktiv ishlayotgan 8 sun'iy hamrohi bor bo'lib, buning ichidagi 5i ya'ni TürkSat 3A, TürkSat 4A, TürkSat 4B, TürkSat 5A, TürkSat 5B xabarlashish sun'iy hamrohlari bo'lib, TürkSat 4A sun'iy hamrohni Turkiya va Yaponiya injenerlari birlikda yasab chiqqan bo'lib, qo'yib berilib 4 minut 47 sekunddan keyin atmosferadan ayrilgan. TürkSat 4A'ning qoplash doirasi Turkiya, shundaqla Yevropa, O'rta Sharq, Osiyo va Afrikani o'z ichiga oladi. Yangi texnikalarni o'z ichiga olgan TürkSat 4A sun'iy hamrohining kabot chastoti orqali Turkiya televiziya va radio kanallarining anglatishi Yevropa va Osiyodan keyin Afrikani o'z ichiga oladi. Bu oldinda turgan Turkiyaning o'z yasab chiqqan bir raketa bo'lib, ismi Atmaca. Yani fakat kiyimidilam uçağı buldu iken buna 220 kilometrece uçuralaydı iken bunun 220 kilogramlık bir şey varken yani patlaydığı 220 kilogram kıldı iken bütün ağırlığı olsa 750 kilogram kıldı iken bunun uzunluğu 5 metre kıldı iken köy olarak. Bu okşuşken normalde asli raketa mı? Bu deniz yüzünden 3 metre egizlikçe uçalaydı iken. Demiş kariyatlar radarga yakalaması için 3 metre egizlikçe uçalaydı iken ve bununki 2 motoru varken. Bunun arkada 2 motoru varken bir motora miyede bu 20 yılgıça tükendiğinden keyin yana bir motora işe düşürdü iken onun için o motorla evetke yayga mağdı iken. Bu kışımda köy yolunda olsa yük taşıydıgan drone. Yani biz birinci kısım videoda biz insan taşıydıgan drone koygan tok. Yani uçuduğan maşin koygan tok. Bu yük taşıydıgan drone iken bu 10 saat havada kalaydigan bo'lib, yani ciddi bir ahval yüz berib vaqtida, masalan, askardayle bir şeyden ay emriyaga başka bir şey olamdı yoki başka bir yer olamdı ciddi bir mal apara vaqtida, qurol yaraga saldagan vaqtida musharaqliq avatdi ekan. Bu başka bir şirketniki, yani TürkSat degan başka bir şirketniki yasagan drone ekan. Bu 80 km saati sürati 80 km bo'lib, 500 km uzunluqcha keta oladi ekan.
Yani 50 kilogram yük yapmak diken. Ma teri köyüm olsa yükünü muşun silip yapmaklıgan işi iken. Ve özünün ağırlığı olsa 150 kilogram buldu iken. Bu toklamak diken, maylamak diken, hem toklamamak diken, uçu diken. Onun özünün içinde bir tane motor varken, her bir çökülük içindeki her bir tarafında bir tane motor varken, 4 tarafta 4 tane çökülük içi varken köyünladık. Bu köyge maşin olsa 20,5 tonluk maşin iken, son köydeki igizliki mavi pelempe iken 11 metreye çıkdı iken. Bu maşin olsa fakat ilk binalarda ciddi iş yüz bergen vaqtida. Yani mesela en igizlikçe 4-cü qavatga chiqalaydi ekan. Hürmetli körmenler hazır mı? Bexatarlik tasmasındaki qanchalik muhim ekanligini davlatninki o'zi kelib xalqqa sinat quzib qo'yibdi. Soat surati 30 km manga vaqtida qanday bo'lganligini ko'kizga shunashqa o'zim ichiga chiqib, misha sinay dedim. Qanday bo'lsa, tan ko'raylar. Bexatarlikka diqqat qilishini umid qilaman. Oxirida deydiganim bo'lsa, 6 yildan beri o'tkazilib kelayotgan Teknofest festivalining qatnashchilari yildan yilga ko'payib kelmoqda. Birinchi qitimliqida 550 ming kishi ziyorat qilgan bu yarmankini bu yil 2,5 milliondan ortiq kishi ziyorat qilib, dunyodagi eng ko'p kishi qatnashgan festivalga aylangan. Turkiyaning yasagan har xil aeroplanlari, qurolliq odamsiz uçqular, tikicharlari, qurollari, eng muhimi bo'lsa yoshlar va shirkatlarning yangi ijodlari bo'lgan. Bu ikki qismli videoda sizlarga eng muhim bo'lgan tafsilotlarni tunishtirishga tirishdik. Yoqtirib ko'rganinglarga rahmat.